Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat. Kechiringlar, bu hozir soat 2 bo'ldi. Ammo uyqusim buzib qo'ygan bo'ldi. Men bir davlat o'tirgan ishlayotgan. Bu videoni oldindan tatib qoldim. Asosda bugun bir qarindoshimiz keldi, Uyg'ur qarindoshimiz. Shu og'riq bilan keldi. Onu biraz davolashga bordik. Bütün gün kalam kirib oldi-chi bu ish. Gerçi bu uzun yakı bu işler bu atkan bu olsunmu? Bugün bir şu kanal kılan dikeyim, boşuna bir istiklamı tartışayım. Bugün keyin kardeşimiz asaslığı şu kas kısmında ağırlık, anladın şu nimo, kızıtın bilen kepti. Sorsam şu 20 günün yakı bu alametleri bakken, tekşürüp baktım, tekşürürsem şu kas kısmındaki şu bölgün göç kısmında şiş hem şu sıcaklık bakken, kızır ısıklık bakken. Hem ben aşağıda belki ya jiram olup kaldı ya mısın şu yallı olup kaldı dep oylaştım. Sonra kan tekşürüp baktık, kan tekşürgen çağda neyim çıktı? Şu akandan sinayeti yukarı çıktı, şu 21 bin atrafında çıktı. SRP'de bir neyim var, kan tekşürüş var, onu 127'de, ona nispeten yukarı çıktı. O kardeşimiz 30 yaş atrafındayken. Aksa durmasal yaxshi emasken, iqomatim yo'qken, yo'q bo'lg'achqa shunga jiddiy qutilish numerilash uchun bir 200 lirada ketdi. Qon tekshirish uchun bir 50-60 ketgan bo'lishi mumkin. Yolliq qaytirish to'g'risini berdik, misol Asmikul bilan. Qizitni tushirdigan og'ir to'xtan dorilarni berdik. Bular balki 300 atrofga ketgan bo'lishi mumkin. Ondan keyin endi aşağıda jiran deb o'ylashdik-chi endi. Hem jiranninki cho'ng kichiklik qanchalik bor, süngak o'tib ketdimi, süngakka o'tib ketdimi yoki qanday bo'ldi, ash bilib beqish uchun asli normalda ultra ovozli uskunma tekshirdik. Ammo lekin bu jiddiy qilish uning imkoniyatimiz bo'lmadi. Shunlashqa shu CT bilan tortishga majburiyat bo'lib qoldi. CT sadja qiymat to'xtab qoldi. 800 lira atrofida to'xtab qoldi. Ashta qilib eng oxirida yerni bildik. Shu maqad atrofida apsa o'qibdi-chi, shu jiram o'qibdi. 4 santimetre atrofida mishinlikdan bir yerda apsa o'qibdi. Hem aşını jiranı tartış için taş keselik bölümünü çağırdık. Ular normalde şu bir yerin normal işi aşnak olduğu için taş keselik doktorunu çağırdık. O geldi, jiran tartı öte, çoğun emesken dedi, çoğun operasya gerek yok dedi. Tatkan dikandın şu yalı kaytuş doğrusu hemsini izberdik, ağrı tokuş doğrusu, kızın üçlü doğrusu. Ondan kim bir haftanın ki şu poliklinik taş keselik bölümü kelgende şu tavsiye verdik. Hem de asaslı bu videonun tartışım maksat bu kardeşimiz ahiretiga saqlabdi, 20 kun yaxshi saqlabdi. Menimcha shu Turkiyada shu necha yil yaxshi ishlayaptimi? Behcha chiqib ketdi bu ahvol. Biz sababini bilamiz. Asosli bizda sigorta yo'q-chi, yoki iqomat yo'q. Iqomatning ba'zilarini bor, ba'zilarini yo'q. Asosli bizda sigorta yo'q. Shunlashqa Uyg'urlarimiz qo'rqaymiz, iqtisodiy durumimiz yaxshi emas, iqtisodiy ahvolimiz yaxshi emas. Doktorxon borsak behcha pul chiqib qoladimi deb o'ylaymiz. Ham shu sababdan şu men fuqadan neçe bimarlarım tüyep ketkenlerim buldu, saqayganlarım buldu. Közümün aldıdan şu tüyep ketkenlerim buldu-chu. Hem de bir işki hem de tavsiye berey deb bu videoni işledim-chu. Eğer şu en başından söylesem, eğer bednozda bir keselik alameti bo'lsa, hozir men yurak yoki mengini demayman-chu. Onu ben ayrı bir video işlegendim. Onu tushuntirib qo'yman. Agar yurakni masalan yurak og'riq bo'lib qolsa, yurak qismingizda sol tarafda bir narsa besvali og'riq bo'lib qolsa, yoki masalan meni bir masala bo'lib qolsa, meni masala bo'lib qolsa, odatda shu kekeshlab so'zlaydigan bo'lib qolamiz. Bir qo'limiz tutmaydigan qoldi, yuzimiz atroflar qaydi, ko'zimiz qaydi. Ashta ahvollar bo'ldi. Qattiq beshimiz qaydan ishlar bo'ldi. Bir putimizda ma'lumot bo'lib qolamiz. Endi ular jiddiy ahvolchi, uni cho'qim jiddiy qilish kerak. Ama başka bir alametler olsa, mesela bir yeriniz ağrıydıgan, dümbünüz, beliniz, kolunuz, bir yerde işip kalsa, yutabıp kalsa, giliniz ağrıydıgan şey olup kalsa. Bularını amal var şu, eğer bu alametler, şikayetleriniz var şu, 5 günden sözlük kalsa, pek ahir noktayı saklayma, ötüp gidip oylamayın, bir doktora görünüp bakın. Hem de qanday görünüz deseniz, eğer sizde ikamet bolsa, şu sizin turatkan şu rayondaki sağlık ocağı da koymayın, sağlık punktida başvurup koyun. Kesel bulmasın aldı başvurup koyun, yaxşısı. Başvurup koysanız, işte kesellik alametleri boğan çağda, randevu koysan bir gün erteki randevusu boldu, ya şu günden beri
nim qilsangiz shu talab qilsangiz ko'rib qo'ydi-chu. Ko'rib qo'ydi, tekshirib qo'ydi. Agar u davolamaydigan kasallik bo'lib qolsa, sizga bir bo'limga berishingizni tavsiya qiluvchi. Masalan, yo ichki kasallik bo'limi, yo tashqi kasallik bo'limi, yo bo'lmasa har qaysi bir bo'limlarga ma'lum bag'in deb yo'l ko'rsatib qo'ydi-chu. Uning maqsadi shu. Ashuni qilishga maqsadimiz shu-chu. Andan keyin agar siz iqomat bo'lmay qolsa, sog'liq punktiga boshqarmagan bo'lsangiz, shu agar men degan shikoyatlar, shu badanga og'riq, shu badanga shikoyatlar 5 kunda uzrab kelsa, cho'qim atrofdagi bir kichik doktorxona boshliqlariga berib beqing, tekshirib beqing. Ko'p kelsa ya 100 lira ketar, ya 150 lira ketar. Doktor bir ko'rib, davolayamasa ma'lum bag'in deb yo'l ko'rsatib qo'ydi. Demakchi o'g'lim, bu kasallik alomatlaringiz bo'lsa, uzun so'z etmang. Chunki agar uzun so'z etsangiz, eng oxir bo'lgan chog'da shu iqtisodiy jihatdan bo'lsin, yo bo'lmasa davolash jihatdan eng oxir nuqta berib qolgan chog'da uning qurbatingiz yetmay qoldi-chu. Og'ir masala kelib chiqish mumkin. Chunki necha bemorlar ashtab bo'lib qoldi-chu. Men uchirganlar necha bemor, 10 necha bemorlarni ko'rdim, men o'lib ketganlar bo'ldi, boshqa kasallik bo'lganlar bo'ldi. Uchirmalarni qancha neni uyg'urlarimiz bor, uni bilaman-chu. Hiqsat chiqqanmi deb bak ansirabmi ketmang. Balkim azlan bir hiqsat bilan, azlan biroz shu chiqim bilan davolat qilib bo'lgan bir kasallik bo'lishi mumkin. Oldin og'ir bo'lgan bir ishlar bo'lishi mumkin. Masalan, bu qarinishimizni shu 20 kun saqlab turib, agar eng beshida agar bir tunish doktorlar bilan ko'rishgan bo'lsa, yoki 5 yil doktorxona boradigan bo'lsa, tekshirilgan bo'lsa, normal dorilar bilan shu krem, shu maylar bilan saqlab ketilishi mumkin-ti. Chunki 5 yil faqat dialog bilan boshlaydi, andan keyin shu jiron to'planib qoldi-chu. Shunlashqa kechiktirmaylamchi bir kasallik alomat bo'lgancha cho'qim bir tekshirib beqing. Agar kasallik alomati bo'lmasa, ben bir ikki video so'zlagandim-chu, uni agar 40 yoshdan cho'ng bo'lsangiz, amal bor yilda bir hafta tekshirib beqing, yoki 6 oy bir hafta tekshirib beqing. 200 lira ketar, 300 lira ketar, 500 lira ketar. U arziydi-chu. Yoki bo'lmasa agar sizningki shu burun ota-onangizda yoki tuqqanlaringizda bir aylik shu tug'ma kasalliklar bo'lgan bo'lsa, sizda bo'lib qolishi mumkin. Shunga ularni bir tekshirib beqing. Sog'lomlik bek muhim bilasiz. Bo'lib mashtatal yashaganlar bek aniq bilamiz-chu uni. Shu qo'rqib yurimiz, shu bedanimiz biz Uyg'urlar shu bedanimiz to'mirkan deyman-chu odatda. Turklar o'hidab bo'g'ich kep bo'ldi. Shu doktorxonaga yugurib keldi-chu. Ammo biz Uyg'urlar oxir nuqta qadar shu ching turishga tirishimiz. Yana birsi shu yaqin Covid shu virusli kasallik bek yomrab ketdi-ku. Hozir Turkiyaniki ahvoli bir oyning oldida qaraganda xillam yaxshi bo'lib qoldi-chu. Bir oyning oldida masalan jiddiy qulishqa har kuni 15-20 bemorni og'ir kasallik bo'limiga avatdik. 20-30 ni shu normal yotoqliq shu nimaga ambulatoriyaga nim qildik, yotqizdik. Hozir ko'rinarlik azaldi-chu. Lekin ham azaldi deb bo'shib qolmaslik kerak-chu. Öyle o'zimizni qo'yatmaslik kerak. Yine shu yo'llarda yurayotgan qancha kishilarda kasallik bor, yo'q uqmaymiz. Balkim ularda hech qanday alomat bo'lmaydan o'tib ketish mumkin. Lekin bizning yesh cho'ng Uyg'urlarimizga yo'q, har qanday bir kishi yo'q bo'lgancha kasallik alomati ko'rsatish mumkin. Shunga sirtqa chiqqancha cho'qim ishkal maska taqab chiqing. Ishkal maska bo'lsa bek yaxshi bo'ldi-chu. Palay taqab yurmang. Bo'lsa, aptut chiqqancha palay taqan yo'msa marketlar berib sayolgan chog'da, bir narsa olgan chog'da palay taqasiz, ishlarni ichish uchunchu. Ammo uy kirishning oldida cho'qim palayni sevitib kiring, uy kirgandan yaxshi juying, qo'lni yuvishga odatlaning. Bular bek muhimchu. Chunki shulardan bo'lishidi yo'qdi-chu bu ishlar, kasalliklar. Ondan keyin agar sizda shu bo'lib Covid bilan munosabatlik agar sizda yo'tal, balg'am, qizish, ich surish, bo'lib nafasda qisib nafas ololmaslik, nafasda zo'rlanish bo'lsa, doktorxona borsam, unda pul chiqdimi, bunda pul chiqdimi deb demang. Bir berib ko'rinib beqing. Bular bek muhimchu. Bu bir vaqtlarda bir gap chiqib ketadi to'g'riladi. Bu xuddi bu kasallik bir virus aydizdak o'ylab qolmang. Bu degani shu o'pkada bo'lgan bir xil kasallik, gripp, shu zukamdek bir xil kasallik, faqat zukamning og'ir bir xil shakli. Hargiz buni shu bir mehnat maraz kasallik deb o'ylab qolmang. Bu davolashga arziydigan bir kasallik-chu. Garchi hozir davolash nimasi bo'lmasa-mu, bir unumli davolash dorisi bo'lmasa-mu, lekin shu badandagi alomatlarni azaltib turib davolaydi-chu odatda. Cho'qim bir tekshirib beqing.
Şu məsləhətlərini beriş üçün bu videonu tapqandım. Amma to'g'ri tushuninglar, ko'zlarimni qizirib ketdi hozir. Yaxshi araninglar, o'zinglarni bek asranglar. Kilardan ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga omonat.